Bugun yosh bolalardagi burun qonash sabablari va ularni davolash yo'llari haqida gaplashamiz. Men Ibodulla Salayev 30 yillik tajribaga ega lor shifokoriman. O'z tajribamdan kelib chiqqan holatda sizlarga bu kasallikni davolash yo'llari haqida o'rgatib o'taman. Bolalardagi burun qonash sabablari. Bu bolalar, ayniqsa yosh bolalar ko'proq burnini kavlaydi, bilmasdan shu paytda burun ichidagi shilliq qavatni tirnab, qon tomir chigalini ochib yorib, shu yerdan ko'p qonashiga sabab bo'ladi. Keyingi sabablardan bittasi bu quruq iqlim. Bizning O'rta Osiyo quruq iqlim sharoitida joylashgan bo'lganligi uchun bizda quruq havo, shuni hisobiga burun qurish holatlari ko'p uchraydi. Shuni hisobiga burnimiz ko'p qurib, bolalarda ayniqsa burun ko'p qonash sabablariga sabab bo'ladi. Keyingisi ko'p dorilardan noto'g'ri foydalanish, burunni toraytiruvchi dorilardan, allergiya yoki shamollash paytida burunni juda ham qattiq qoqish hisobiga ham burun ichidagi qon tomirlar yorilib, shuni hisobiga ko'p qonash kuzatilishi mumkin. Keyingisi burun to'sig'ining qiyshiqligi. Bunda burun to'sig'i qiyshiq tarafida shilliq qavat juda yupqalashib, shu joydagi qon tomirlarini tez yorilishiga sabab bo'ladi. Uzoq vaqt davolanmagan yiringli sinusitlar ham qon tomirlarining yorilishiga sabab bo'ladi. Vitamin yetishmovchiliklari, vitamin C, K vitaminlari yetishmasligi va onkologik kasalliklar sabablariga bittasi hisoblanadi. Burun qonashini qanday davolash mumkin? Burunga yog'li preparatlar tomizish, bular bodom yog'i, qizil moy, bular burun quruqligini yaxshi ketkazadigan dorilardan hisoblanadi. Keyingisi xonani quruqligini yo'qotish, xonani namlantiruvchi vositalardan foydalanish, vitamin yetishmasliklarini oldini olish. Buning uchun vitamin C, K vitaminlarini qabul qilish. Keyingilari burun to'sig'idagi qiyshiqligini to'g'irlash. Yiringli sinusitlardan bo'ladigan bo'lsa sababi bu yiringli sinusitlarni davolash va keyingilari onkologik kasalliklar sabab bo'ladigan bo'lsa o'z mutaxassisiga ko'rinish. Sabablarni aniqlash uchun siz lor shifokoriga murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. Chunki u sizni farzandingizda aynan qaysi sabab bo'yicha burni qonayotganligini aniqlab, sizga kerakli tavsiyalarni beradi. Sizda lor bo'yicha qandaydir bir savollar yoki muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.